Devam etip ekranlar aldına zor çirkli avılında tuğup üstken. Bugünkü günde Teoplovka avılında gımır keçirüşü milletteşimiz Martışova Fatıma Ferit kızın çakırıp alabız. Bugün ol özünün 50 yaşlık altın юбилейін karşılay. Şul fırsattan ona en жылы dileklerin. Tırmış ipteşi Musa İsmailovич, ulları Renat, Ramil, kilini Güzel, anığı Samir, Qıdağısı Rafik hem Zülfiye jitkireler. Azmı, küpmü, ülip, motor avıl kızına gaşık bulunmayındı 30 yılga yakın gımır tulup bara. Gailebizning ılı şeşkeleri, suyukli balalarımız, ullarımız tuduşul davrda. Türlüsü bulgandır tırmışta. Sir tug'il, meni idealni ir-ot deb sanab bo'lmay. Lekin nelargina bo'lsa da, men seni birinchi kun simon hamon shunday kuchli yaratam ham hurmat etam. Turmushda senga burchular ketirib, yolg'izgina olib kelayotgan bo'lsam, g'afo et. Yaratirga keldik biz bu yerga. Shunga shoshib seni yaratam. Bugun ko'nglimdagi shodlig'imni bor jihonga jonim taratam. Seykimli qarashing quyoshga teng, bar turmushni nurga ko'masin. Bu dunyoning barliq hikmatlarin bari tek sengina bilasan. Bizning aniyimiz shin o'g'il bolasi. Onun tirishlig'i, unganlig'i, qo'llaridan gullar sibil o'tirunda tira-yunda barda bile. Biz de bilamiz. Bar tirishlig'i onun bari tek biz bolalari uchun. Bugun yubileyin kunni barisi uchun tuban boshimizni iyib rahmat jitkirasimiz kelasini sevgili biz. Ankay, sen bit yoqti quyosh kibik, marhamatli, motor ko'ngilli, bar jilingni, bar nozingni bizga berding, baxit nuri yopsin ko'ngingni. Yozlar kibik nafis, jili da sen, bizning uchun oyday yoqtisin. Qo'ya borsak, yoqtim oyoq bo'lib, g'imir yo'limizda balqiysin. Temir shanishkilik kirtalarda uchragandir barir yo'lingda. Sabırlığın, tüzümliging bilan balqiysin sen turmush yo'limizda. Qadrli qudag'iyimiz, bolalarimiz ulg'ayib jitkach, sizning bilan Xudoy tug'anlashirga yozgan bo'lgan. Qizimizning sizning ulug'izni saylab oluvina biz bek shod. Chunki ko'nglimizning jili, sevgili sheshkasi unig'imizga suyunib to'ya olmaymiz. Sening shul qadar yumshoq ko'ngilli, keng yurakli bo'luving bizni hammamizni da bek tez ora jalb etdi. Bugungi motor, oltin yubileyinga jiyilirga da biz bek shod. Chunki tilaklarimiz soni cheksiz cheksiz. Eng birinchidan Alloh taolo sog'lig'ingdan ayirmasin dedi o'zingni. Eshingda baratik o'ngishlar g'ina yo'ldosh bo'lsin. Endi yaqin kishilaring g'imiri bo'yi yanashangda bo'lib senga yuvanishda, toyanishda, tirakda bo'lsinlar. Qudog'ining oltin tusli yubileyi yetishdi. Ул o'zi tatlı jimishday alsılanıp lapishdi. Motorlikqa gül kümelib o'tsin har bir kunlaring. Shodliklarga giltirinib o'ssinlar g'imirlaring. Turmush orbasi og'irul, bir yolg'izing tortmali. Xotin qiz ekanligingni qudog'i unutmali. Yuqqa g'ina o'zmagan o'tib ketgan yillaring. Ko'rasingmi? Yanashangda bolalaring, onag'ing, hurmatlarga giltirinib dunyoning lazzatin toti. Temirday toza ham isen, imanday bo'lsin qati. Qadrli Fatıma Feritovna, yaqinlaringizning eng ezgi tilaklarini motorjir orqali da anglarsiz. Baxtli bo'ling'iz.